Masjid yonida ko'kat sotayotgan bir onaxonni gaplari yuragimni titratib yubordi. Ko'zlarida dard, ichida to'la hasrat, o'ziga o'zi gapirib o'tirardi. Alloh bizga ham nazar solsin deb yig'lar edi. Xaridor bo'lib yoniga bordim. Ko'katlaringiz necha puldan ekan? Har xilda bolam 5000 ga 3 tadan. Onaxon bilan gaplashdim, nima sababdan ko'kat sotayotganini so'radim. Endi tirikchilik ekan bolam, shu xo'jayinim bemorliklari uchun dori-darmonlarga bo'lsa o'lgitaylik. Shunaqa ko'katlar ham sotib turibman hozir. Onaxon shunchalik kuyinib gapirardiki, men haqiqiy dardni ko'rib turgandek bo'ldim. Shunda ichimda yo Rabbim naqadar mehrlisan deb ko'zlarimga yosh keldi. Iltimos uyingizga olib boring dedim. Tog'omlarni borib ko'rsak bo'ladimi? Haqiqatdan xastami, yo'qmi? Mayli, birga borsak bo'ladimi? Buni men 1 millionga oldim inshaalloh. Uyga kirganimda ko'rdim, onaxonning farzandi yog'ochdan yashik yasab ishlarkan. Kunlik topgan puli atiga 80 ming 100 ming so'm. Agar u bir kun ishlamasa, bu oila och qolib ketadi. Uy ichiga kirar ekanman, ko'zlarida umid so'nib borayotgan 4 devor orasida o'limini kutib yashayotgan otaxonga ko'zim tushdi. Xudoy menga bersa bo'ladi shu dardni dada. Siz o'rningizga men kasal bo'lsam bo'lmasin. Jigar kasalligi uni butunlay holdan to'ydirgan, qornidagi suyuqlik tomib turardi. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz, Xudo xolasa. O'zingdan so'rayman, o'zing qodirsan Allohim. Bu azoblar otaxonni yashashi umidini so'ndirib borardi. Shu holatni ko'rib ko'z yoshimni to'xtata olmadim. Ichimda shunday dedim: "Yo Rabbim, yana bizni sababchilardan qilgin. Bu bandangni ham oyoqqa turishiga, shifo topishiga sababchi qil" deb yolvordim. Bizni ham eshitadiganlar bor, jon dadasi. Yaxshi insonlar juda ham ko'p. Xudo xolasa dardlaringizdan forig' qilamiz dadasi. Biz Hindistondagi shifokorlar bilan bog'landik. Ular 95% tuzalish ehtimoli bor dedi. Faqat bitta muammo bor. Davolanish narxi 22 ming dollar. Bu oila uchun esa bu juda katta pul. Farzandi bir kun ishlamasa uyda ovqat bo'lmaydi. Onaxon ko'kat sotmasa dori olinmaydi. Endi sizga bitta savol. Bu insonni o'limiga qarab tura olamizmi? Biz birlashsak, Alloh sizni sababchi qilsa, bu insonning hayotini saqlab qolish siz biz uchun 10 soniyali ish xolos. Barcha karta raqamlar oila a'zolari nomida. Vaqtni o'tkazmay, hozir ehson qiling, videoni kamida 10 ta kishiga yuboring, like bosing, izoh qoldiring, istoriyangizga joylang. Ramazonda birlashsak mo'jiza bo'ladi.